Assalomu alaykum hammaga. Hozir gijidori tayyorlash protsessida sizlarga qisqacha informatsiya berib o'taman. Doktorlarga ishonadiganlar uchun mana bu tekshirtirilgan analiz qog'ozlar, bu haqida ham aytib o'taman. Va hozirgi kunda doktorlarimiz o'zi ma'qullab bizga jo'natayotganligi haqida ham bu qog'ozdan keyin aytamiz. Kim bizning so'zimizga ishonsa, unga mana gijidorimiz. Protsessni boshlaymiz, Xudo xolasa. Bismillahirrohmanirrohim. Yengimizni kiritib olamiz. Bismillah. Kiyib oldik, protsessimizni boshladik. Bolalar hamma narsani yeb bo'lmagani uchun buni ozgina shira qilish maqsadida og'ziga ta'm spektrlariga yoqish uchun biza biroz narsalar, ya'ni turshaklardan foydalanganmiz. Boshida bu gijidorini men faqat pishavoy serani o'zini kapsulaga solib chiqarganman. Sababi mazasi yoqimsiz bo'lganligi uchun. Keyin bu kapsulalar hammasi oshqozondan keyin yoriladi, ya'ni ichinglarda yorilganligi sababli shunda ko'plarni tomog'i og'riydi, ko'plarni shu tomoq yo'llaridagi bo'lgan bakteriyalar qolib ketayotganligini bilganimizdan keyin shu chaynaydigan yo'lini Alloh ilhomlantirdi va shu yo'lda ketyapmiz hozir. Ya'ni nima demoqchiman? Chaynab yeyishdan maqsad bu og'izdagi, tomoqdagi va tomoq yo'li, qolaversa oshqozondagi o'sha virus bakteriyalar ham o'ladi, qurtlar ham o'ladi. Bu esa yana ham foydalirog'ini bilganimizdan keyin kapsuladan keyin mana shunaqa shirinlashtirishga harakat qildik. Bu mevalardan foydalanamiz. Va ko'pchilik aytadi, bunga qurt tushmaydimi deb. O'zi qurt tushmaydigan narsaga qurt tushmasa ekan. Oldin buni juda ham kam tayyorlardim. Ya'ni kam deganim bir oyda bir marta tayyorlardim, 2 oyda bir marta tayyorlardim. Hozirgi kunda alhamdulillah hammadan yaxshi otziv kelgani uchun va ko'plar duo qilgani uchun har hafta tayyorlayapmiz. Kattaroq kolичествоda tayyorlashga harakat qilyapmiz. Buni bir kun davomida почти hozir aralashtiraman. Chunki shunaqa bir xil protsess, ya'ni bir xil kasha bu aralashgunicha ancha vaqt kerak bo'ladi. Ularni doktorga olib borganimni aytib beraman. Men har doim ko'pincha yozda beraman bolalarimga. Nimaga? Sababi yozda qo'yib turamiz. Yozda berishga sababi yozda yedirib turaman. Chunki bolalar mevalarni yumay yeydilar. Ham yozda ko'p bo'la joylar ko'chada, qumda, shkop to'lada o'ynashga ruxsat berishimiz kerak va uni ham ona bo'lib, to'g'rilab balansda ham ushlab turishimiz kerak. Shu yozda bergandim. Maktabga chiqish vaqtida bizani doktorga yuborishdi. Umumiy tahlilga jo'natishdi. Shu tahlilda men bolamga analiz topshirish kerakligini yozib berishdi. Men xavotirga tushdim. Nimadan xavotirga tushdim? Chunki men yozda bergan edim bolaga. Hozir chiqib qolsa-chi deb qo'rqdim. Shuni mana shu qog'ozni topshirganmiz. Keyin doktor aytdilarki, bu точно bolangizda bor, dedilar, hamma bolalarda bo'ladi dedilar. Hozir shu doktor ham bizani kuzatyaptilar. O'sha doktor bizani doimiy mijozimizga aylanganlar. Hamma bolalarda bo'ladi dedilar. Topshirdik. Qonidan, kalidan bu anaqalarni ko'rganlaridan keyin bolangizga ozoda qarayotgansiz deb aytdilar. Vaholanki unaqa ozoda qaraydigan darajada emasman, chunki ruxsat beraman. Xohlagan narsasini ko'chaga chiqqanda ushlashiga, o'ynashiga, shu maktab yoshidagi bola unaqa ko'p u bolani anaqa nazoratda ushlay olmaysiz. U ko'cha tualetlaridan foydalanadi, o'sha tashqari tualetlardan foydalanadi. Bunda o'sha siz hamma yoqni nazorat qila olmaysiz. Shunchaki vaqti bilan mana shu narsani yedirsam bo'ladi. Men buni bildimki, alhamdulillah, hattoki o'sha yerda 4 oymi, necha oy bermagan bo'laman, 4 oyda ham hech narsa yo'q edi. Ya'ni qondan ko'pincha chiqadi. Ichakdan, ya'ni hech nima chiqmagandan keyin, shu doktor gapidan keyin men bu narsani yana ham amin bo'ldimki, shunaqa zo'r rezultat olayotganimizda, ayniqsa birinchi farzandimni rosa ham ko'p aptechniy dorilar bilan, shu doktor yozgan aptechniy dorilar bilan men gijasini tushirardik. U ham protsess uzoq vaqt ketardi va undan keyin esa jigarni tozalardik, chunki jigarni tozalash kerak bo'lardi. Keyin jigarni tozalardik. Yana shu kal topshirganimiz baribir qanaqadir etap chiqardi. Keyin yana bizga qanaqadir lecheniya berardilar. Men shu bilan yurganman. Oradan vaqt o'tdiki, Robbim mana shu narsani bergandan keyin
bergandan keyin man uni yedirdim bolamga. O'sha vaqt qatiqqa qo'shib berganman boshida, yedirdim. Bolamni birdaniga qorni og'rib qoldi. Bilsam, unda ichak uzunligi bo'lgan o'sha eng xavfli shunchalik cheng olganimda ham mana shu qurt borligini bildik va o'sha tushdi. Undan keyin oilaviy yeyishni boshladik. Bolalar kim bolasi yesa ishtahaga kiradi misol. Yegani hazm bo'ladi, o'ziga yuqadi. Bir xil bolalarni bilasizlar, qancha yesa ham o'ziga yuqmaydi. Gijja hamada bo'ladi, qurt hamada bo'ladi deyiladi, lekin me'yordan oshib ketishi ham vitamin minerallarini yeb qo'yishiga sabab bo'ladi. Bu gijadorimiz necha yoshdan mumkin deb so'rashinglar mumkin. Man 2 yoshdan berganman, ya'ni kichkinamga 2 yoshdan berganman. Shuning uchun agar sizda ham shunaqa vaziyat bo'lsa 2 yoshdan mumkin, lekin undan oldin emas. Chunki 1 yoshli farzandlaringlarda yoki oyli farzandlaringlarga shart emas, ularga oddiy o'sha probiotiklar berib tursanglar bo'ladi. Ya'ni tabiiy qatiq yoki bifalakniyolar qo'shib, tabiiy qatiqlarga qo'shib bersanglar bo'ladi, yetarli hozir ularga. Buni qanaqa yeymiz deb ko'plar so'raydi. O'sha biz yoshiga qarab bo'lib beramiz. Misol tariqasida, men yoshim katta, mana shuni 2 ga bo'laman. Ertalab yarmini, keyin yarmini esa kechqurun yeyman. Shuni o'zi yetadi. Keyin aytishadi, qancha vaqtga yetadi bitta yegani deyshadi. Yana qachon beray deyshadi. 3 oyga men nazarimda birinchi agar juda ham ko'p bo'lsa u odamda 1 oydan keyin qaytarsa bo'ladi, lekin undan oldin kerak emas. Agar yo'q, unaqa normalniy hayotda o'zani bo'ladi, bir xil bolalar. Ozodaroq bolalar bo'ladi, qo'llarini yuvib yuradigan. U bolalarga u yarim yilda bir marta ham yetadi. Agar bolalaringiz sho'xroq bo'lsalar, ularga shu 3 oylarda berib tursanglar bo'ladi. Bu o'zi bu nima? O'zi bu jigarni yoritib beruvchi, ya'ni jigarga kerakli bo'lgan qo'shimcha. Bu qo'shimchani jigar qabul qilgandan keyin jigar yorishadi, jigar tozalanadi. Shuning uchun jigardagi qurtlarni ham tushiradi va jigardagi qurtlar tushgandan keyin jigar yaxshi filtr qiladi. Shunda qondagi qurtlar ham o'tmaydi. O'sha qondagi qurtlar ham o'ladi. Keyin ular albatta toksinga aylanadi. Toksin bo'lib chiqib ketadi. Shuning uchun imkoninglar bo'lsa, xohlasanglar bu doridan keyin giyoh deydimi, o'sha tabiiy narsadan keyin probiotik bersanglar bo'ladi. Ya'ni qatiq, echki qatiq, yogurtlarni bersanglar bo'ladi. Istasanglar. Mana hozir buni endi biz kun mobaynida mana shunaqangi aralashtirib turamiz. Chunki bu aralashishi juda ham qiyin. Suvlarda erimaydi, aralashmaydi. Shu sabab biz buni kun davomida hozir aralashtirib, bir xil massa bo'lguncha aralashtiramiz. Agar bu savollaringiz bo'lsa, bemalol qoldirishinglar mumkin. Buni biz oilaviy iste'mol qilamiz. Keyin aytmoqchi bo'lganim, hattoki shu bolamda rangi juda ham oq, lekin mana tekshirtirganimizda gemoglobini shu normada chiqdi, zo'r chiqdi. Hammasi, eritrotsitlari, hamma narsasi normada chiqdi. Unga doktor ham xursandlar, o'zim ham xursandman. To'g'risi, alhamdulillah, Alloh bergan ilmiga, mana shu bergan ne'matlariga shukr qildik. Xudo xolasa, ertaga mana shu dorilarimiz bizani polkalarimizda bo'ladi, bemalol olsanglar bo'ladi. Hammanglarga rahmat, sog' bo'linglar.